Assalomu alaykum azizlar. Biz bor imkoniyatdan samarali foydalanish maqsadida atarda yotgan go'nglardan olib keldik. Kelib mana go'ng qurib yotgan go'ng mana. Buni namlayapmiz endi ishlov berish uchun. Chuvalchan qo'yishga tayyorlanyapti. Xudo xolasa chuvalchan qo'yib olsak, keyin shu yagimiz bo'lib bahorgacha tayyor bo'lib qolsa, bahorgi ekinlarimizga xudo xolasa yagimizni bemalol ishlatadigan bo'lamiz. Sizlar bilan birgalikda suv tegmagan joylarini suv tegib ag'darib chiqyapmiz suv bilan. Shunda yaxshilab uvib olsa, ularga chuvalchanglarga yaxshi oziqa bo'lar ekan. Chuvalchangni yeyish oson bo'ladi. Endi bu yagimiz tayyorlanish jarayoni osonroq kechar ekan. Bahonada mana zardobi chiqib olar tagidan. Oqib chiqyapti. Shuni tashlab qo'yapman.